Aynan mana shunday yo'l bo'yidagi ariq chetiga tashlangan chiqindi sababli boshlangan dahanaki janjal qotillik bilan yakunlandi. Ma'lum bo'lishicha, holat Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida bir joyda tadbirkorlik qiluvchi fuqarolar o'rtasida ro'y bergan. Qayd etilishicha, dahshatli voqelik yuz bergan kun tungi soat 00:30lar atrofida sudlanuvchi o'zining muzqaymoq sotadigan shahobchasini berkitayotgan vaqtida shu yerdagi meva-sabzavotlar sotadigan do'kon ishchisi unga yaqin joyga chiqindi tashlab ketayotganligi sababli tortishuv boshlangan. Tortishuvni to'xtatishga uringan do'kon egasining xotini bilan ham janjallashib ketgan muzqaymoq sotuvchi yigit ayolning yuz qismiga musht bilan urgan. Ayni shu vaqt do'kon ichkarisidan chiqqan erkak nima sababdan homilador ayoliga qo'l ko'targanligini aytgan va ayblanuvchi u bilan ham janjallashib ketgan. Janjal davomida sudlanuvchi o'zining muzqaymoq do'koni ichida turgan dastasi yog'ochdan ishlangan o'tkir tig'li jismni olib chiqib, jabrlanuvchi erkakning yuz qismiga kesuvchi tomoni bilan urgan. Zarbdan yerga yiqilgan erkakning bosh qismiga yana qo'lidagi jism bilan ayovsiz urayotgan ayblanuvchini jabrlanuvchining xotini qutqarishga urinadi. Biroq sudlanuvchi qo'lidagi jism bilan homilador xotinning ham bosh orqa qismiga urib, unga og'ir tan jarohati yetkazib, atrofdan odamlar kelayotganligi sababli voqea joyidan qochib ketgan. Mazkur holat jinoyat bo'yicha Marg'ilon shahar sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi sudning hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi va 25 orqali 97-modda 2-qismi A, B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga shu modda bilan Jinoyat kodeksining 59-moddasi 3-qismi tartibida jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jabrlangan er va xotin zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan, biroq olgan og'ir tan jarohatlari sababli erkak shifoxonada vafot etgan. Ayolning hayoti esa saqlab qolingan. 27 yoshli mahkumning qilmishi oqibati bir oila boshlig'ining bevaqt o'limi, ayolning og'ir darajada tan jarohati olishi, hali dunyoga ham kelmagan farzandi esa otasiz yetim bo'lib tug'ilishiga sabab bo'ldi.